Aka, hormayli. Assalomu alaykum. Zig'ir oshmi bu? Ha, aka, katta. Ko'rsasi nechi pul? 35 ming aka. 35 ming. Aka, qarang, nozirli joyga olib boraman deb 100 minglik qilib bitta одноразовый idishga mochnik qilib olib bering. Faqat qarang, uyaltirib qo'ymasin, aka. To'lov sizgami? Kassaga aytaverasiz. Kassaga? To'g'ri. Bo'l, aka, faqat chiroyli qilib bering, iltimos, aka. My God. Aka, o'pganimda to'g'rilan. Qilib karvonda tushunga olmasin, ikkita to'lovni qilib qo'ydim, ha. Rahmat kattaga. Aka, mana chekingiz. Osh o'tirasizmi? O'qitdim. Nimani? O'qitdim. Qanaqa oshchi? Yurdik, o'zdik. Yo, to'lovni qilib chiq dedingiz, aka. Men to'lovni qilib chiqyapman. Endi chiqyapman. Hisob bersangiz olib ketaman-da. So'madingizmi hali? Nimaga hazillashaman? O'qitdim, aka. Tallingiz dedim, aka. To'lov qilib chiq dedingiz. Normalni Endi gaplashing aka, o'zi o'qitdim. nima normalni gaplashing? Nima o'qitasiz aka sizni? Mana nima, aka? Aka, o'zi Va bu nima? Aka, Bu nima? Mana bu nima? Hammaga siz shunaqa muomala qilasizlarmi? O'sha ko'ryapsizmi aka? Aka, to'lovni ichkariga chiqasanlar, qilib chiqyapman. Oshimni so'rayapman. Aka, o'zi o'qitdim. Yurdik, aka, pulim yo'qda. Odam yosh bola qilyapsizmi, aka? Aka, to'g'ri gaplashaylik. Nima? Qanaqa gaplashish kerak? Chiroyli gaplashing. O'zimni narsamni so'rayapmanmi? To'lov qilib chiq dedingmi? To'lov qilib chiqyapman. Qoldi aka. G'alati qilyapmisanlar. Och qoldim. Aka, kamera. Yo'qda ham kamera. Tasavvuramiz, aka. Просто kayfiyat ko'tarish. Aka, nimaga bundan chek so'ramadinglar hozir? So'ramadinglar. Aka, ishdan ketdilar. Aka, qanaqa ovqatinglar bor bu yoqda? Zig'ir osh, baliq, shashlik. Somsa bor aka. Somsa lekin nomer edin ekan. Balig'i ham. Lekin aka, просто отдуши kayfiyat ko'tarish uchun videoni postga joylayman, rozi bo'lasizlar aka. Kayfiyatinglar ko'taradimi? Просто bu video bilan biz bachkadali yo nimadir qilmoqchi emasmiz. Odamlar kimdir ishdan charchab keladi, kimdir qazidan siqilib turgan bo'ladi. Videoni ko'rib bitta like bosib kayfiyat ko'tarib olishadi aka. Necha xil ovqatinglar bor aka? Aka, 29 ovqat. Qanaqa? Oshxona ovqatlari bor, baliq bor, zig'ir osh, somsa, Zig'ir oshiligi, somsiligi, besiligi to'yxona aka. oshi bor. Baliq ham non beradi. Atmetga qo'yaman aka. Addushi siz uchun. Joningiz sog' bo'lsin. Hozir Frank rozi bo'lasiz. Yangi hayot 3-bekat vibrant shunaqani oldi. Katta Qo'rg'on kafesidamiz. Qadrdonlar, bu videoni Sergelida yashagan yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Barchalarni Samarqand Katta Qo'rg'on oshxonasida, ya'ni kafesida rasmga turmaydi. Satuv tutib. Men kamga videos. Qachon tashlabdi? Qachon tashlab bilmaysizmi qachon tashlaganingizni? Telefon qilaman, chaqiraman. Aktugundan tashqari aqlingiz yetadimi shu turishgani? Yo'q, aqlim yetmadi. Chunki akkagunda xalq. Aqlingiz yetmagan narsaga yuz tashlaysiz. Chunki qonun qoida bor. Aqlingiz yetmasa nima tashlaysiz? Qanaqa qonun qoida? Bu qorincha ham ancha shifofdagi faqat o'shana ko'chada hal qilingan ishlardan yig'ilgan pullarmi deyman. Tushunmadim. Yozarmanlardanmisiz deyman. O'zingni bo'l gap. Chiroyli gapirdim sizga. Aralashma. Aralashma. Nima so'z? Dezinfeks masan ko'rsatib qo'ying siz. Ha? Qanday ko'p? Ularga olib kelaman. 1 minut. Ketib qo'ygan mujik emas. Ketdim 5 soat. Bo'ldi, mana shu yerda. Bo'ldi, 4 soat o'tdi. Bo'ldi, hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Jigar. Gap yo'q bor-ku. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizlar? Siz bo'lsizlar? Sog'liq yaxshi, tinchsiz? Nima gap, jigar keyingisan kim bilan? Bu narsani tushirib qo'ydingizmi deyman-a? Bular g'alati ekan. Boya o'zi men bilan tortishib ketdingiz-ku. Qaniki sherigingiz qani? Bezib tashlagan bolani olib kelaman degansiz. Qaniki? Ha, sherik. Qaniki? Ha, sherik to'g'ri. Qani sherik? Ko'riningga yana qaytib nima deysiz? Bu kibr ekan-ku, merosini tushyapsizlar bu bilan. Hali turamiz. Hozir bundan oldin nima deb ketdi? Maqsad nima? Va face to face ertaga jang qilamiz. Davay, ketdi. Davay.
Bu xasiyat kimdir nimadir deyish uchun emas. Ye bu. Ye Alloh karamini qaranglar. Tavba qilib tavba. Ko'zga olayimizga. Ye bu. Ya, lüksümü tespit etmem dostlar. Bunu qorrim gapirildi-yu. Ye qo'ylar. Emotsiya qalay bo'lishga. Emotsiya вообще bor-ku. Ko'zga olayim, rozi bo'ling. Neksik, oppoq neksik ko'rganday bo'ldim bor-ku. Yo'llaring sog' bo'lsin. Konfet uchun yo'nalish. Keyingi jang kim bilan aka? Xudo xolasa aprelga deyishyapti. 13 aprelda urushing ham tug'ilgan kunim 13 aprel. Ha bo'ldi. Ha, davay, kelishdimi? Bir urushaveramiz endi. Bo'ldi. Keyingi jangda siz yutadigan bo'lsangiz, keyingi raqibingiz man bo'ladi. Men hozir bitta miyamga bitta savol kelyapti. Men chartasam Hasan chiqishi urishaveradi. Ham desa, prak atagan desa. Sizlar bilan 2 marta urishim kerak, to'g'rimi? Konfet uchun sizga qo'shimcha olyapmiz mayli. Rozi 70-75 desangiz, poddeshkani buzorcha-da. Qani bir vodiyni ham ko'ramiz endi. Vodiy bilan voqani. Gazini bosing. Qani ko'ramiz poddeshkani, jigarlar. Qadrdonlar, kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, bitta yuraychani qizartirib qo'yamiz.